Bolalar BYD chempion tomi. Aslida mana shunaqa joylaridan musor chiqadi. Mana hammadan chiqadi. Xo'p, biz nima qilamiz? Mana shu narsani rezinka chiqadi. Mana shunaqa joyidan shuni ko'tarib olasizlar. Tayyor uni. Necha qo'l qo'yish kerak? Iloji bo'lsa 2 metrga qo'yib qo'yinglar, old orqa qilib. Xo'plar. Mana shu kirlarni hammasini oldini olasiz. Shu bilan. Plus mana bu yaxshilab yuvish kerak, bu yog'i yaxshilab yuvish kerak, plus o'ng'anni tegini yaxshilab yuvish kerak. Lekin bilan shuni o'tib qo'yasizlar. Yog'i qara. Va bu yog'i. Qaytib chiqishi ham oson. Bolalar mana shu reling tagida gubkachasi bor, o'sha yerdan juda ko'p musor oqib chiqadi. Kesishga bilan yaxshilab yuvish kerak. Sizlarda обязательно shlankani ko'rsat. Mana shunaqa shlankada bo'lish kerak. Rangi ham xuddi shundan bo'lish kerak, bo'lmasa musor oqib chiqadi. Qani yashil, qizil bo'lmaydi. Xuddi shundan bo'lish kerak. Bolalar videoni cho'zilib ketyapti, o'shani ko'rsatib o'taman. Mana bitta naryoda bor, bitta bor. Ko'rasizlarmi? Bu заводской musorlar kraskadagi. Plyonka yo'qligini mana bu yerdan ko'rsanglar bo'ladi. Mana qirli yozibdi, kesishga bilan tozalaganimiz, imamdan kesib yuboramiz plyonkani oxirida. Bolalar mana shu rezinkani olib tashlaganimizdan hisobiga уже mamyolarga musor tushmaydi. Mana shu lukka atroflariga musor tushadigan joy mana shu. Mana bu yerda hozir mana suvlar, kirlar, bular hammasi qurib yuvib ketadi. Plus mana joylarimizda ham yo'q, ko'rasizlarmi? Yaxshilab yuvsa, cho'tki bo'ladi. Ana ko'k shlanka to'g'risida hazillashdim. Любой shlankada yaxshilab yuvsanglar bo'ldi. Men bu yog'ini hozirda qo'raman. Buni kesib kelamanda, bunaqasiga aylantirib, mana bu yerdan to'g'rilab olaman, bo'ldi, tayyor shu bilan. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada foydali bo'ldi deb yozib ketinglar. Men xursand bo'laman. Ko'proq bunaqa videolar qilgani harakat qilaman. Bolalar primer bo'yicha mana mashina 4 ta burchagiga suriladi. Plus mana buni mana shu chekkasiga xohlasanglar butun surib olinglar, xohlasanglar mana shu chekkasini o'ziga. Yo'qda ham xuddi shunaqa oxiri tomonga zagibga. Hamyolarga agar misol uchun primer surib qo'ysanglar, keyin o'zingizlar qiynalasizlar. Bu tomonni ko'rsatmadi deb aytmanglar, mana bu tomonni ko'rsatib o'raman. Mana bu tomonni ko'rmayotgan bo'lsa, agar mana bitta dona musor bor, bu ham bo'lsa mana заводской. Hali plyonkamız yopishib qolmagan, o'sha yerga mana ochib qo'yishdim. Mana заводской bitta musorimiz bor. Tomiga yopishtirib bo'lganmiz-ku. Ko'rasizlarmi? Mana bu kesib